Yana bir bor hammaga katta sahnaga xush kelibsiz deya boshlaymiz. Chunki bugungi video boshidan oxirigacha shunaqa VIP kayfiyatda otadiki, o'zingizni xuddi shou biznesning eng old qatorida turgandek his qilasiz. Endi esa vaqti keldi sizlarga jozibadorligi bilan hammani og'ziga rom qilayotgan Kia 5 Optima haqida shunday hikoya qilib berishga, hatto mashina o'zi ham xijolat bo'lib orqasiga qarab qo'yadi. Chunki bu sedan haqiqatan ham zamonaviylikning eng sermazmun namunalaridan biri. Avvalo, dizayndan boshlaylik. 5 Optima old tomondan qaraganda xuddi kelajakdan kelib qolgan maxfiy agentdek ko'rinadi. Uning o'tkir chiziqlari, lazerday charaqlagan LED faralari va shunchalik nafis shakllangan radiator panjarasi borki, odam bir qaraganda shu mashina haydovchisini o'zi tanlaydimi deb o'ylab qoladi. Yon tarafga o'tsak esa uning aerodinamik shakli, pastaytirilgan profili va shamolni o'zi bilan olib uchadigan yumaloq chiziqlari juda zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Xuddi mashina, men shunchaki sedan emasman, men o'zimga yarashadigan karizma bilan kelganman degandek. Orqa tomoni esa alohida gap, chiroqlarning o'tkirligi, sport uslubidagi keskin shakllar va mashinaning keng turishi unga jiddiylik va kuch bag'ishlaydi. Hayvondek ovoz chiqarib beradigan ikki tomonlama chiqarish trubalari esa shunchaki menni yo'lda sezmay qololmaysan deb turibdi. Salonga otsangiz, u yerda sizni qabul qilayotgan manzara xuddi biznes klass samolyotiga chiqqandek multimediali, ravon ekranga ega. Panel, haydovchi tomoniga burilgan ergonomik boshqaruvlar, yumshoq charm o'rindiqlar, ambient yoritish, minimalizm va texnologiya uyg'unligini o'zida mujassam etgan interyer, shunda odam o'tirib, mashinani hali boshlamas. Men ham shu yerda qolay degisi keladi. Texnologiyalar borasida gap ketganda, Kia 5 Optima sizni shunchaki haydovchi deb emas, balki o'zining muhim ekipaji sifatida ko'radi. Unda adaptiv cruise nazorat, yo'l chiziqlarini ushlab turish tizimi, xavfsizlikka javob beruvchi radar sensorlari, to'qnashuvlarning oldini olish tizimi kabi aqlli funksiyalar bor va albatta sizga haydovchilik oson, qulay va yoqimli bo'lishi kerak degan yondashuvni his qildiradi. Dvigatel qismiga kelganda, mashina o'z sinfining eng yaxshi muvozanatlardan birini taklif qiladi. Kuchli, ammo tejamkor, tez, ammo sokin, xuddi katta odam, lekin yugurib ketishga ham tayyor degan hazilga to'g'ri keladigan tabiatga ega. Yo'lda esa shunchalik ravon yuradiki, hatto yo'ldagi notekisliklar ham unga "Uzr, men xalaqit bermoqchi emasdim" degandek bo'lib qoladi. Boshqaruv sistemasi juda aniqligi bilan ajralib turadi. Rul bir necha millimetrga burilsa ham mashina darhol javob beradi. Suspenziya esa shunaqa moslashuvchan va muloyimki, yo'lovchilar uyquga ketib qolsa ham, "Mana qara, bu yo'llar o'zi qayerda?" deb hayron qoladi. Umumiy qilib aytganda, Kia 5 Optima bu shunchaki mashina emas, bu sinfi bo'yicha o'z mavqeini mustahkam egallagan zamonaviy, sport ruhiga ega, ishlatilishi qulay, tashqi ko'rinishi bilan ko'zni oladigan, ichki tomoni bilan ruhni yayratadigan, texnologiyalari bilan haydovchiga ham, yo'lovchiga ham ishonch bag'ishlaydigan haqiqiy zamonaviy sedan. Shu sababdan, agar sizga ham bu go'zal mashina yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, o'z fikrlaringizni kommentda yozib qoldiring. Yana ko'proq shunaqa qiziqarli va VIP video ko'rishni istasangiz kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda qadrli.